Bu zikrni aytib yursangiz, albatta dunyo va oxiratingizga foydali bo'ladi. Hech qachon och qolmaysiz. Allohim shunaqa g'oyibidan beradi, o'zingiz ham hayron qolasiz. Boshlagan ishingiz xayrli, barakatli bo'ladi. Allohimning barakatlari hamisha uyingizga yog'ilib turadi. Albatta, ixlos bilan o'qisangiz. Sizga hozir shunday go'zal zikrni o'rgatib qo'yaman. Bu zikrni ertalab yokida kechqurun qaysi paytda vaqtingiz bo'lsa, albatta tahoratli holatda o'qiysiz. Inshaalloh boshlagan ishlaringiz ham dunyo va oxiratingizga foydali bo'ladi. Albatta, avvalo Alloh, biz hamisha sabablarini qilamiz. Allohimga bir qadam tashlasangiz, Allohim sizga 1000 qadam tashlaydi. Hech ham unutmang, Allohimning go'zal zikrlarida bo'ling hamisha. Ko'rasiz, ishlaringiz ham yurishadi. Nima dardingiz bo'lsa, avvalo tilagingizni qilasiz. Bu zikrni albatta o'qiysiz. Kuniga 100 marotabadan o'qiysiz. Inshaalloh Alloh izni bilan nimaki dardingiz bo'lsa, nima xohlayotgan bo'lsangiz Allohimdan, g'oyibidan Allohim berishni boshlaydi. Avvalo ixlos, ixlos xalos deydi.